Farg'onada ilk bora keng ko'lamli kiberxavfsizlik musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqa Respublika Kiberxavfsizlik markazi davlat unitar korxonasi, viloyat hokimligi hamda tegishli tashkilotlar hamkorligida tashkil qilindi. Bellashuv doirasida seminar, trening, mahorat darslari va soha bilimdonlarini saralovchi kiberkviz o'yinlari ham o'tkazildi. Musobaqaning ochilish marosimida so'z olganlar uning yoshlar orasida kiberxavfsizlik sohasiga qiziquvchilar uchun qanchalik ahamiyat kasb etishi haqida gapirdilar. Musobaqa CTF, ya'ni Capture the Flag deb nomlangan. Bu ingliz tilida bayroqni qo'lga kirit degan ma'noni anglatadi. Ishtirokchilarga kiberxavfsizlik markazi tomonidan turli ko'rinishdagi vazifalar berildi. Ular maxsus demo web resurslar, ularning serverlarini buzib kirish va u yerdagi muammoli tizimlarni aniqlash, yechim topish kabi amallarni tezkorlik bilan bajarishlari kerak bo'ladi. Ushbu topshiriqlar soni esa 11 ta bo'lib, web servislarda zaifliklarni aniqlash, kriptografiya, kriminalistika, revers muhandislik, stenografiya, tarmoq tahlili kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirimiz respublikada birinchi bo'lib, viloyatlar orasida Farg'ona viloyatiga o'tkazilyapti. Biz kutilgandan yaxshiroq natijaga erishishimiz mumkin. Sababi biz ushbu tadbirda mana shu robotexnikada, CTFda yoki cyberquiz tadbirlarimizni kutganimizdan ortiq natijaga erishdik. Bu nimadan dalolatki, demak, bu yerdagi o'sha kiberxavfsizlikka qiziquvchilar orasida o'zaro bahs munozaralari bor. Ular oldindan shu bilan shug'ullanib qiziqishib kelishgan. Davlatdagi tizimlarda xavfsizlikni ta'minlashga o'z yordamini ko'rsata oladigan darajadagi mutaxassislar bor. CTF Farg'ona kiberxavfsizlik musobaqasi bilan hamohang tarzda o'tkazilgan tadbirlar ham barchaga manzur bo'ldi. Viloyatdagi yirik korxona va shirkatlar rahbarlarining raqamli texnologiyalar va xavfsizlik bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok etgan seminar treningda kiberxavfsizlik sohasidagi muhim yangiliklar haqida ma'lumotlar berildi. Shu kabi yig'inlarda viloyatdagi turli tashkilot va idoralardan kelgan soha mutaxassislari ham ishtirok etdilar. Ularga xavfsizlik, sun'iy intellektning yangi turlari va kiberhujumlardan himoyalanish kabi mavzularda mahorat darslari o'tildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mas'ullari tomonidan tadbir qatnashchilariga kiber jinoyatchilikdan ogoh etuvchi tarqatma materiallari ulashildi. Tadbirlar kiberkviz viktorinalari hamda robototexnika va elektronika qurilmalari ko'rgazmalari bilan yanada boyitildi. Musobaqada ishtirokchilar uchun 7 soat vaqt ajratildi. Berilgan vaqt mobaynida 40 nafar saralangan ishtirokchilar topqirlik, chaqqonlik va uddaburonlik bobida nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatishga harakat qildilar. Har bir ishtirokchining bajargan amallariga ko'ra to'plagan ballari jonli tarzda monitor orqali namoyish etib borildi. Yakunda ular orasida eng kuchlilar saralandi. Bu sohaga shu yildan qiziqishni boshladim. Musobaqada raqobatdoshlarim bilan birgalikda har xil vazifalarni bajardik va taqdirlandim. Kelgusida bundan-da yuqori natijalarni qayd etish niyatim bor. Eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar Shohruh Muhammadjonov 3-chi, Muhammaddiyor Habibullayev 2-chi o'rinlarni qo'lga kiritdilar. Anvarjon Solijonov musobaqaning mutlaq g'olibi deb topildi. G'oliblar viloyat hokimligi tomonidan 20 million so'mgacha pul, diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bu sohaga kirib kelishimga ota-ona sababchi bo'lishgan. Shu sohaga bo'lgan qiziqish uyg'otishdi va men hozirda CTF musobaqasida faxrli birinchi o'rinni egalladim. Maqsadlarim shu kelasi bo'ladigan CTFlarda yana qatnashib, nufuzli kompaniyaga joylashish. O'tkazilgan CTF Farg'ona kiberxavfsizlik musobaqasi yoshlar o'rtasida mazkur sohaning yetuk mutaxassislari ko'payishiga xizmat qiladi. Ular kelgusida mamlakatimiz miqyosida axborot xavfsizligini ta'minlashga o'z hissalarini qo'shadilar.